Selamünaleyküm kanallarımız hürmetli abunəçilərə, hürmetli vatandaşlar. Birinci satığa çıkan xanadonimiz Ürgəng şəhərimizdə Loçoyda joylashgan 68 kvadrat metrli korobka holatdagi xonadon bilan danışıb o'tamiz. Ajoyib mestada bog'cha, maktab, suv, svet gazidan muammosi yo'q. Narx ham ajoyib narx, ham dokument ham 100% tayyor, to'g'ri adlansa o'tadi. Al-Xarazmiy ko'cham yoqim. Bu yerda marshrutdan, bog'cha, maktabdan muammo yo'q. 7, 13, 3 marshrutlar o'tibdi. Hurmatli abunəçilər. Ajoyib mestada parkovочный mestalar ham bor. Hamma o'ng'ayli zo'r mesta. Qani yetdik birgalikda ko'rib, danışib o'tamiz. 3-qavatdan chiqib keldik, hurmatli vatandaşlar. Shu xonadonimiz demir eshiklar qo'yilgan, suv svet gazidan muammosi yo'q, korobka holatidagi 2 xona kvartira. Girgandan beri prixожий zonalari, sanuzeli, tarafimizda spalnya mo'ljallangan xonasi, lekin oshxona bu yana ko'chirsangizlar, Yanına xona qilib qo'yasizlar. Ya'ni oshxona mo'ljallangan o'zi 2 xonadan iborat 68 kvadrat metrli. Sanuzelining prixожий zonasi tarafimizdan yurib turgan oshxona bo'ladi. Oshxona qilsangiz bo'ladi. Endi razmeri 270, 280 bor. 270, 280, yeni 3 metrdan ziyodroq, shu 30lar bor. Bu tarafimizning 3 metr 560 razmerda tushgan. Yerimiz. Bu yerni oshxona mo'ljallagan ekanlar. Gazni bu yana o'tirsangizlar, bu yer bir spalnya zal qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Balkon qismi ham bor. Ayna eshiklari plastik ramlardan qurilgan. Suvoqda turib, ta'mir dokumenti 100% tayyor. Bu yerimizning yeni hurmatli abunəçilər 380lar bor. Bu yana bitta sal ko'sroq tushgan ekan, ikki taraflama ayna qo'yilgan, yorug'lik yaxshi bo'lishi uchun shaharning zo'r mestasida Loçoyda joylashgan, ham 3-qavatda yangi domda bunday narxda bilasizlar. Kvartira bermediler, kamdan kam chiqyapti. Yine dokumenti 100% tayyor. Doğru notarda sanab, aldansa o'tirib olaverasizlar. Al-Xarazmiy ko'cham yoqin, Loçoyda joylashgan, Ahmad Chiz, Avlosnoy Banisa, Axunboy masjididan ham yaqin. Hamma o'ng'ayli, magazin, apteka, больница, bog'cha, maktab hech nima muammosi yo'q. Narxi 320 million so'm aytilib turibdi, ustida kelishgan yeri bor. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarimizni ko'rishguncha xayrlab qolamiz.